Ne bilan o'shaning Gizzer Minecraft bo'ladi. Bugungi video emas. Videoni nimaga videoni kam chiqaryapsan? Atigi 6 yana bitta video chiqarib qo'ydik desanglar, men do'stim bilan video olganim yo'q. Ya'ni o'zinglar bilasizlar, ko'rsataman shu do'stimni. Ya'ni bu hozirgi qish, ya'ni 2026-yil 25 tugadi. Yangi yildan 5 kun o'tdi. Men haligacha do'stim bilan video chiqarganim yo'q. Chunki keyin meni sog'lig'imda muammo bor. Tuzalsam keyin do'stim bilan video olaman. Daqqa javob. Keyin mana Minecraftni sizlarga qanday o'tkazganimni ko'rsataman. Bu 1.22 yaqinda 22 karatga yangilanadi. Bitta nima ko'rdim, kanal. Unda Minecraft bir bola, короче, esimdan chiqib qoldi. 717 obunachisi bor. Menda esa 6 tasiga. Bolalar, mana men 6 ta video chiqargan bo'lsam ham, bugungi videoyimda mana nima o'ynayman, ya'ni necha video bo'ladi bu ekan. Keyin do'stim bilan katta video chiqarib, Ender Dragon o'ldirib bir balolar qilamiz. короче, bugun hozir men qal'a qurgan edim. Hozir ko'rsataman. Men YouTube'da ko'rib yotdim, video chiqarmadim. U kanalda to'g'ri 93 ta video bo'lishi mumkin, lekin menda 6 ta video bo'lishi mumkin. Hozirgacha agar men do'stimga aytdim, men seni o'tib ketalsam, zo'r modim bor, shunda o'ynayman dedim. U esa bo'pti deb o'zicha yashildi, lekin unda 7 ta obunachi, menda esa 6 ta yo'q. Lekin bilmadim haligacha nechta video chiqardi. U akasi bilan video chiqardimi? Ko'p bo'lishi mumkin. U futbol haqida ko'pincha chiqaradi, men esa Minecraft. Ko'ramiz bola, futbol yoki Minecraft. Aytgancha, men o'tgangi videoyimni kesib tashlabman yarmini. Ya'ni u kanal video desanglar, yoki Barsa deb Real yoki Barsa deb nima videoga chiqardim. Ashog'ini kesib yuboribman. Bilmadim, u yog'ini kesganimni. Yarmigacha chiqdi. Men vardim bilan haligini Meysda urishdim, nima qildim, ashalarni kesib yuboribman nimagadir. Shunday qo'lim tegib ketganiga bilmabman. Ashog'ini yarmini chiqaribdi, yarmi kesilib ketdi. Ya'ni bugungi videoyimda ko'rsataman nimalar qurganimni. Agar bu videodan keyin bizda 20 ta obuna bo'lsa,